Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Innov to'plamidan 7-mavzuni yechimlarini boshlaymiz. Xo'p, birinchi misol. ...20 metr taqsim sekund tezlik bilan ketayotgan avtomobil tormozlanish natijasida 2 sekundda to'xtadi. Avtomobilning tormozlanish yo'lini aniqlang. Tormozlanish yo'lini topadigan bo'lsak, S teng V plusdan V0 taqsim 2 ko'paygan T ifoda yordamida topiladi. Tormozlanish natijasida oxirgi tezligimiz 0 bo'ladi. Natijada V0 T taqsim 2 ifodani o'zi bo'ladi. Demak, bu yerda V0 ning qiymati 20 dan 20, T ning qiymati 2 dan 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 20 metr bo'ladi. Doğru cevabımız Y cevap. İkinci misal. 8 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanayotgan mashina tormoz berilgach 3 sekundda to'xtadi. Mashinaning tormozlanish yo'li qanday? İkinci misolimiz ham birinchi misolga o'xshab V0 T taqsim 2 ifoda yordamida topiladi. 8 ko'paygan 3 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa 12 metr edi. Tormozlanish yo'li. İkinci misalda doğru cevabımız S cevap. Hop, üçüncü misal. 72 km taqsim soat tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobil tormozlangandan so'ng 4 sekunddan keyin to'xtadi. Tormozlanish yo'lini toping. Tormozlanish yo'li demak S teng V0 T taqsim 2 ifoda yordamida topiladi. Bu yerda V0'imiz 72 km taqsim soat, buni metr taqsim sekund o'tadigan bo'lsa 20 ko'paygan 4 taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, shunda bu bilan buni qisqartiradigan bo'lsak 40 metr chiqadi. 40 metr. Üçüncü misolda doğru cevabımız B cevap. Dördüncü misol. Samolyotning qo'nishdagi tezligi 108 km taqsim soat va qo'nishda bosgan yo'li 450 metr bo'lsa, necha sekundda to'xtadi? Tormozlanish yo'lini hisoblash formulasi V0 T taqsim 2. Bu yerdan T'ni topadigan bo'lsak, 2S taqsim V0 bo'ladi. Shunda hozir demak 2S taqsim V bo'ladigan bo'lsa, S ning qiymati bu yerda 450 metr, 2 ko'paygan 450 taqsim V'miz 108 km taqsim soat. Buni metr taqsim sekund o'tadigan bo'lsak, 30 metr taqsim sekund bo'ladi. 450 bilan 150 ni qisqartiradigan bo'lsak, bu yerda 15 qoladi. 15 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 30 sekund bo'ladi. Ya'ni 30 sekundda to'xtaydi. 4-chi misolda doğru cevabimiz Y cevap. Keyingi 5-chi misolga o'tamiz. Jism tekis tezlanuvchan harakat qila boshlab 3 sekundda 30 metr yo'l bosgan bo'lsa, u qanday tezlikka erishgan deydi. Tekis tezlanuvchan harakat qilib 3 sekundda 30 metr yo'l bosgan bo'lsa, S teng V0 plusdan V taqsim 2 ko'paygan T ifodadan boshlang'ich tezligimiz 0 bo'lib turibdi. Boshlang'ich tezligimiz 0 bo'ladigan bo'lsa, S ni hisoblash formulasi V ko'paygan T taqsim 2 bo'ladi. Bu yerdan V ning qiymatini topadigan bo'lsak, 2S taqsim T qani. 2 ko'paygan S ning qiymati bu yerda 30 metr, 30 taqsim T ning qiymati 3 sekund. Shunda 20 metr taqsim sekund tezlikka erishadi. 20 metr taqsim sekund tezlikka erishadi. Doğru cevap S cevap. 6-chi misolga o'tamiz. 36 km boshlang'ich tezlikka ega bo'lgan tramvay tekis tezlanuvchan harakat qilib 10 sekundda 150 metr yo'l o'tdi. Yo'l oxirida qanday tezlikka erishgan? S teng V0 plusdan V taqsim 2 ko'paygan T ifodadan V ni hisoblashimiz kerak.
Bu yerda s ning qiymati 150 ga teng. 150. Boshlang'ich tezligimiz 36 km taqsim soat. Buni metr taqsim sekund etsak 10 bo'ladi. Plusdan v taqsim 2 ko'paygan t ning qiymati 10 sekund. 10 sekund. Demak, bu bilan buni qisqartirsak 5 bo'ladi. 5 bilan 150 ni qisqartiradigan bo'lsak 30 teng 10 plusdan v qoladi. Bu yerda v ning qiymati 20 metr taqsim sekund. Doğru cevabımız S cevap. Yok S cevap emas. 5-chi bilan almashtirib beribman. Xo'p, 6-da bu javob ekan. Keyingi misolimiz 7-chi. 20 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobilga tormoz berilgach, tezligi 30 metr masofada 10 metr taqsim sekundgacha kamaydi. Avtomobil tekis sekinlovchan harakat qilganini hisoblab, tezlanishning moduli va tormozlanish vaqtini toping. 7-misolda S teng v plusdan v0 taqsim 2 ko'paygan t ifodadan t ni topib oladigan bo'lsak, 2s taqsim v plusdan v0 bo'ladi. Bu tormozlanish vaqti. Demak, s ning qiymati 30 ga teng. 2 ko'paygan 30 taqsim tezliklarni qo'shadigan bo'lsak 30 bo'ladi. 2 sekundda to'xtaydi. Endi keyingi tormozlanish vaqtini topdik. Endi bizdan tezlanishni so'rab turibdi. Tezlanish topadigan bo'lsak, a teng v minusdan v0 taqsim t bo'ladi. Demak, 20 dan 10 olamiz. 20 dan olamiz 10 ni bo'lamiz. Harakat vaqti necha chiqadi? 2 sekund chiqadimi bizlarda? Harakat vaqti 2 sekund chiqadi. Shunda timiz 2. Timiz 2. Demak, 20 dan 10 olsak, 10 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 5 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. 5 metr taqsim sekund kvadrat 2 sekundda to'xtaydi. Doğru javobimiz D javob. Keyingi misol 8-masala. Jism boshlang'ich tezlikli o'zgarmas tezlanish bilan tekis tezlanuvchan harakat qilib 2 sekundda 20 metr masofani bosib o'tdi. Shunda uning tezligi 3 marta ortdi. Shu vaqt ichida erishgan tezligini toping deb turibdi. Boshlang'ich tezlik v0. Oxirgi tezligimiz v'miz 3 v0. Endi 2 sekundda 20 metr masofani bosib o'tdi. S teng v plusdan v0 taqsim 2 ko'paygan t demak. Xo'p, v0 ni 3 v0 ni qo'ysam 4 v0 taqsim 2 ko'paygan t nomini vaqtni qo'ysak 2 bo'ladi. Bu bilan bu qisqarsa S'imiz 20 dan 20 teng 4 v0. Bu yerdan v0 ni qiymatini topadigan bo'lsa 5 metr taqsim sekund bo'ladi. Bizdan v ni topib so'ralgan. V'miz 3 v0 teng. 3 v0 bo'ladigan bo'lsa, shunda 5 ni 3 ga ko'paytiramiz. 15 metr taqsim sekund bo'ladi. 8-misolda doğru javobimiz S javob. 9-misol. Tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jism t vaqtda S yo'lni bosib o'tib, tezligi n marta oshirdi. Jism tezlanishini toping. Demak, oxirgi tezlik boshlang'ich tezlikka nisbatan n marta oshdi. Shunda v teng v0 plus at desam, bu yerdan v0 ni n ko'paygan v0 ni qo'ysam, n ko'paygan v0 teng v0 plusdan at bo'ladi. Bu yerdan v0 ni tenglaman chap tarafini o'tirib qovusdan tashqari chiqarsam, v0 n minusdan 1 teng at bo'ladi. Bu yerdan v0 ni qiymatini topsam, at taqsim n minusdan 1 bo'ladi. Endi tekis tezlanuvchan harakatda yo'lni hisoblash formulasi S teng v0 t plusdan
at kvadrat taqsim 2 görünüşündedir. Xo'p, bu yerdan v0'ni mana bu yuqoridagi tenglamani kelib qo'yaman. Mana bu v0'ni yuqoridagi tenglamani kelib qo'yaman. Natijada s teng. Xo'p, shunda at kvadrat taqsim n minus 1 plusdan at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. At kvadratni qavsdan tashqariga chiqarib beradigan bo'lsak, s teng at kvadrat 1 taqsim n minus 1 plusdan 1 taqsim 2 bo'ladi. S teng at kvadrat buna 2'dan buna n minus 1'dan versek 2 plusdan n minus 1 taqsim 2 köpaygan n minus 1 bo'ladi. Shunda s teng at kvadrat n plusdan 1 taqsim 2 n minus 1 bo'ladi. Bu yerdan a ni qiymatini topadigan bo'lsak 2s n minus 1 taqsim t kvadrat n plus 1 bo'ladi. Bu tezlanishning qiymati. Demek 2s n minus 1 taqsim n plus 1 köpaygan t kvadrat deganimiz bu sizga javob bo'lib turibdi. 10-misol. Tekis o'zgaruvchan harakat uchun yo'l formulasini ko'rsating dedi. Tekis o'zgaruvchan harakat uchun yo'l formulasi s teng v0 minus at kvadrat taqsim 2 yoki s teng v0 plus at kvadrat taqsim 2 görünüşünde bo'ladi. Bu yerda ikki xil formula bor. A javob va D javobimiz doğru javob bo'lib turibdi. Tekis o'zgaruvchan bo'lgani uchun. Shunda tekis o'zgaruvchan harakatda 10-da A va D javob bo'ladi. A va D javob. Hop, keyingi misol o'tamiz. Birinchi. S teng 5t plusdan 0,5t kvadrat görünüşünde tengleme verilgan. Boshlang'ich 4 sekundda necha metr yo'l bosib o'tadi dedi. T0'ni 4 ni qo'yib s ni hisoblaymiz. 5 köpaygan 4 plusdan 0,5 köpaygan 16. Shunda 20 plusdan 8 bo'ladigan bo'lsa, bu ham 28 metr yo'l bosib o'tadi. Doğru cevabımız Y cevap. Keyingi 12-ci misal o'tamiz. Cism S teng 5t minus 0,25t kvadrat qonuniyat bilan harakatlanadi. Uning dastlabki 4 sekund ichida o'tgan yo'lini toping. Xo'p, S teng 5t minusdan 0,25t kvadrat. T0'ni 4 ni qo'yib hisoblasak 5 köpaygan 4 minusdan 0,25 köpaygan 16 bo'ladi. 20'dan olamiz 4 ni. Demek bu 16 metr bo'ladi. 12-ci misolda doğru cevabımız A cevap. 13-ci misol. Chang'ichi 0,2 metr taqsim sekund tezlanish bilan harakatlanib uzunligi 50 metr bo'lgan qiyalikni 10 sekundda bosib o'tdi. Qiyalık boshidagi tezlik qanday? S teng v0 t plusdan at kvadrat taqsim 2 ifoda bor. Tekis tezlanuvchan harakatda yo'lni hisoblash formulasi. Bu yerda s ni qiymati 50 eding. Boshlang'ich tezlikni topishimiz kerak. v0 ko'paygan t ni qiymati 10 plusdan 0,2 köpaygan t ni kvadrati 100 taqsim 2. Shunda 50 teng 10 v0 plusdan 0,2 bilan 2 ni qisqartirsak 0,1, 0,1 ni 100 ga ko'paytirsak 10 bo'ladi.
40 teng 10 v0 bo'lsa, v0'imiz 4 metr taqsim sekund bo'ladi. Bu boshlang'ich tezlik. Doğru cevabımız A cevabı. 14-misol. Jismning harakat qonuni 25-5 ko'rinishda berilgan. Uning dastlabki 6 sekunddagi ko'chishini toping deydi. V teng 25 dan 5 qonun bo'yicha berilgan. T teng 6 sekund ichida bosib o'tgan yo'lni topishimiz kerak. Endi qarang. Mana bu tekis sekinlanuvchan harakatda tezlik tenglamaydi. Buni hisoblasak, ya'ni 0 dan labtini topsak, 25 dan 5 t teng 0 bo'ladi. Bu yerdan t'imiz 5 sekundda tenglikka kelib chiqadi. Ya'ni jism bor-buri 5 sekund harakat qiladi. Bor-buri 5 sekund harakat qiladi. Shunda bizlar 5 sekund ichidagi masofasini topib olamizmi? S teng V ko'paygan T taqsim 2. 25 ko'paygan 5 taqsim 2. Shunda 25 ni 5 ga ko'paytirsak 125 bölamiz 2 ga. 62,5 metr bo'ladi. Bunaqa javob yo'q-ku. 25-5 ko'rinishda dastlabki 6 sekunddagi ko'chishini toping. 5 sekunddan keyin to'xtaydi. Besh sekunddan so'ng to'xtaydi. Hop, mana bu tenglama berilgan. Buni 0 dan labtini topsak 5 sekunddan keyin to'xtaydi. Baribir 5 sekund harakat qilsa. 25 ko'paygan 5 taqsim 2, 125 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsa 62 bo'ladimi? Ni 2 ga bo'lsak 125 ni bo'lsak 2 ga 62,5 metr bo'ladi. Mana shu javobimiz to'g'ri. Keyingi misol o'tamiz. 15-misol. Kemaning dastlabki tezligi 2 km taqsim soat, tezlanishi 12 km taqsim soat. Kema 2 soatda qancha yo'l bosib o'tadi? S teng V0T plyusdan A kvadrat taqsim 2 ifodadan topamiz. Bu yerda V0 ni qiymati 2 teng 2 ko'paygan. T ni qiymati ham 2 teng 2 plyusdan A ni qiymati ham 2. Yo'q, A ni qiymati 12 ko'paygan 4 taqsim 2. Shunda bu bilan bu qisqarsa 24 ga 4 ni qo'shsak 28 kilometr bo'ladi. Doğru cevabımız B cevabı. 16-misol. Tinch holatda 0,6 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan necha sekundda 30 metr masofani o'tadi deydi. Tinch holatdan harakat boshlasa S teng A kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Bu yerdan T ni qiymatini topadigan bo'lsak 2S taqsim A ifodadan foydalanamiz. Demak 2 ko'paygan S ni qiymati 30 metrdan 30 bo'lingan 0,6. Shunda bu ham 100 bo'ladi. Ildiz ostida 100 bo'lsa 10 sekund bo'ladi. 16-misolda to'g'ri javobimiz D javob. Keyingi 17-misolga o'tamiz. Misol.
Bekatdan Jo'nashda trolleybusning tezlanishi 0,4 metr taqsim sekund kvadrat edi. 20 sekundda necha metr masofaga ko'chadi? S teng a kvadrat taqsim 2. A ni qiymati bu yerda 0,4 dang. T kvadrat 20 ni kvadrati 400 taqsim 2. Bu bilan buni qisqartirsak 200, 200 ni 0,4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 80 metr bo'ladi. 80 metr masofaga ko'chadi ekan. 17 da javob. 18-misol. Stansiyadan jo'nab ketayotgan poyezd 0,2 metr taqsim sekund tezlanishi bilan 20 sekundda necha metr masofaga ko'chadi? S teng a kvadrat taqsim 2. Tezlanishning qiymati bu yerda 0,2 ga teng. 0,2 t kvadratimiz 400 taqsim 2. Shunda bu 40 metr masofaga ko'chadi. 18 da doğru cevabımız C cevap. 19. Stansiyadan jo'nagan poyezdning tezlanishi 1 metr taqsim sekund kvadrat bo'lsa, 10 sekundda qancha yo'l bosadi deydi. S teng a kvadrat taqsim 2. A ni qiymati 1 dang. T kvadratı 10 ni kvadrati 100 taqsim 2. 50 metr masofani bosib o'tadi. Kısa cevap. 20-misol. 5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan 4 sekundda necha metr yo'lni bosib o'tadi? S teng a kvadrat taqsim 2. A ni qiymati bu yerda 5 dang. T kvadrat 4 ni kvadrati 16 taqsim 2. Bu bilan bu qisqarsa 8. 8, 5, 40 bo'ladi. 40 metr masofani bosib o'tadi. Doğru cevabımız D cevap. 21-misol. Tinch turgan avtomobil 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanib, 120 metr masofani o'tish uchun qancha vaqt sarflaydi deydi. S teng tinch holatda harakat boshlasa a kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Bu yerdan t ni qiymatini topadigan bo'lsak, 2s taqsim a yo'nalishida bo'ladi. Demak, 2 ko'paygan s ni qiymati 121, a ni qiymati 2. Bu bilan bu qisqarsa 121 dan 11 sekund chiqadi. 22-misol. Boshlang'ich tezlik bilan to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jismning boshlang'ich tezligi va tezlanishi 3 marta oshirilsa, birlik vaqt ichidagi ko'chishi necha marta ortadi? S teng v0t plyusdan a kvadrat taqsim 2 ifoda yordamida tekis tezlanuvchan harakatda yo'lni hisoblasak bo'ladi. Boshlang'ich tezlik bilan tezlanish 3 marta oshirilgan. Shunda s 2 deganim 3v0t plyusdan 3at kvadrat taqsim 2 desamdan 3 ni qovusdan tashqariga chiqarsam 3v0t plyusdan at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Mana bu kattaligimiz dastlabki masofaga teng, dastlabki esa teng. Shunda 3s bo'ladi, ya'ni 3 marta oshadi. 22-misolda doğru cevabimiz S cevap. 23-misol o'tamiz. Tinch holatdan boshlab tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan moddiy nuqta yo'lni birinchi 9dan 1 qismini 1 sekundda bosib o'tdi. Yo'lni qolgan qismini necha sekundda bosib o'tadi? Tinch holat deganimiz demak boshlang'ich tezlik 0. Umumiy masofa esa teng. Shu umumiy s masofani t vaqtda bosib o'tgan bo'lsin. Birinchi s taqsim 9 qismini esa 1 sekundda bosib o'tgan. 1 sekundda bosib o'tdi. Yo'lni qolgan qismini necha sekundda bosib o'tadi? Qolgan qismi, ya'ni ikkinchi bo'lakni t minus 1 sekundda bosib o'tadi. Biz mana shu t minus 1 ni topishimiz kerak. Endi s taqsim 9 teng a ko'paygan 1 ni kvadrati taqsim 2 deyman. Dastlabki s taqsim 9 qismi. Umumiy s masofani esa
at kvadrat taqsim 2 desemden ikkala tenglemeni bölüp versem. 1 taqsim 9 teng 1 taqsim t kvadrat desek, bu yerden t'ni qiymati 3 sekund çıkadi. Bu 3 sekund umumiy harakatlanish vaqti. Bizden t minus 1'ni tapıp so'ralgan. T minus 1'ni tapadigan bo'lsam, 3 minus 1 deyman. 2 sekund bo'ladi. 23-misolda doğru cevabımız S cevabı ekan. Keyinki 24-misol o'tamiz. Misol. Cisim kıyat eksikten t vaqtda sirpanib tushadi. Xuddi shunday, lekin uzunluk 4 marta katta bo'lgan kıyat eksikten shu cisim qancha vaqtda sirpanib tushadi? Ikkala holatda ham boshlang'ich tezlik 0. Agar boshlang'ich tezligimiz 0 bo'lsa, yo'lni hisoblash formulasi at kvadrat taqsim 2 ifoda yordamida topiladi. Masalani shartini tutibdi. Uzunluğu L bo'lgan kıyat eksikten t vaqtda sirpanib tushadi. Ya'ni L teng at kvadrat taqsim 2 deyman. Endi xuddi shunday, lekin uzunluğu 4 marta katta bo'lgan kıyat eksikten dedi. Endi buni uzunluğu 4 L deng. Bundan qandaydir a t x vaqtda tushadi. T x kvadrat taqsim 2 deyman. Ikkalasini bölüp beraman. Shunda 1 taqsim 4 teng t kvadrat taqsim t x ni kvadrati desem, ikkala tarafdan ajratmasam 1 taqsim 2 teng t taqsim t x bo'ladi. Bu yerdan t x ni topsam 2 t bo'ladi. 2 t vaqtda sirpanib tushadi ekan. Doğru cevabımız bu cevap. 25-misol. Avtomobil tekis tezlanuvchan harakatlanib 5 sekundda 25 metr yo'l o'tgan bo'lsa, 100 metr masofani necha sekundda bosib o'tadi? Boshlang'ich tezliksiz harakat boshlasa, s teng at kvadrat taqsim 2 ifodadan yo'lni topsak bo'ladi. Bu yerda 5 sekundda 25 metr masofani bosib o'tgan. Shunda 25 teng a ko'paygan 5 ni kvadrati taqsim 2 desam, bu bilan bu qisqaradi. A ni qiymati 2 chiqadi. 2 metr taqsim sekund kvadrat chiqadi. Endi biza topishimiz kerak 100 metr masofani necha sekundda o'tadi deb turibdi. T teng ildiz ostida 2s taqsim a. 2 ko'paygan 100 taqsim 2 desak, mana bu ikkala qisqaradi, 100 dan 10 sekund chiqadi. Doğru cevabımız da cevap. 26-misol. Boshlang'ich tezliksiz tekis tezlanuvchan harakat qilib 5 sekundda 25 metr masofani o'tadi dedi. Mana bunda yuqorida 25-masalada 5 sekundda 25 metr masofani o'tgani uchun tezlanish topadik. Tezlanishning qiymati 2 chiqadi. 2 metr taqsim sekund kvadrat chiqadi. Bunda ham xuddi shu narsa berilgan. Harakat boshlagandan necha sekund o'tib dedi. 400 metr masofani bosib o'tadi dedi. Endi bu holatda 400 metr masofani bosib o'tishi kerak. 2s taqsim a desam, 2 ko'paygan s o'rnuna 400, a o'rnuna 2 ni qo'yamiz. Shunda 20 sekundda bosib o'tadi. 20 sekundda bosib o'tadi. Doğru cevabımız D cevap. 27-misol. Tinch holatdan tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan moddiy nuqta butun yo'lni t vaqtda bosib o'tsa, shu vaqtni birinchi yarmida yo'lni qancha qismini bosib o'tadi? S teng at kvadrat taqsim 2 ifoda yordamida topamiz biza. Tinch holatdan harakat boshlasa, jism bosib o'tgan yo'l. Endi aytib turibdi, shu vaqtni t x deyman, shu vaqtni yarmida t taqsim 2 da qanday s x masofani bosib o'tadi deydi. Shunda s x ni yozaman. A ko'paygan t x ni kvadrati taqsim 2 desam, t x ni o'rnina t taqsim 2 ni qo'yaman. A ko'paygan t kvadrat taqsim 4 taqsim 2 bo'ladi. Buni ham 1 taqsim 4 at kvadrat taqsim 2 desam, mana bu dastlabki masofaga teng. Shunda s x'imiz s taqsim 4 bo'ladi. Ya'ni dastlabki masofaning 4 dan 1 qismini bosib o'tadi.
27'de doğru cevabımız B cevap. 28. misol. Moddiy nuqtaning harakat tezligi 6t minus 2 qonun bo'yicha o'zgaradi. V teng 6t minus 2 qonun bo'yicha o'zgaradi. Uning 1 sekund va 3 sekund oralig'idagi o'rtacha tezlikni toping. T1imiz 1 sekund, T2imiz 3 sekund vaqt oralig'ida o'rtacha tezlikni topishimiz kerak. Endi tekis o'zgaruvchan harakatda o'rtacha tezlik v plyusdan v0 taqsim 2 yo'nalishida topiladi. Bu yerdan t o'rnini 1 ni ikkilab qo'yib v1 ni hisoblaymiz. v1 ni hisoblasak 6 ko'paygan 1 minusdan 2 bo'ladimi? Bu ham 4 metr taqsim sekund bo'ladi. T2 ni o'rnini 3 ni qo'yib v2 ni topadigan bo'lsak 6 ko'paygan 3 minusdan 2 bo'ladi. 18 dan 2 ni olsak 16 metr taqsim sekund bo'ladi. Bu yerdan v o'rtachani qiymatini topadigan bo'lsak 16 ga qo'shamiz 4 ni bo'lamiz 2 ga. 22 ga bo'ladigan bo'lsak 10 metr taqsim sekund bo'ladi. 28-misolda to'g'ri javobimiz B javob. Keyingi 29-misolga o'tamiz. misol. Nuqtaning tezligi 6t plus 12 tenglama bilan berilgan. V teng 6t plus 12 tenglama bilan berilgan. 2-sekundning oxiridan 4-sekundning oxirigacha bo'lgan oralikda o'rtacha tezlikni toping. Bundan oldingi ishlagan masalamiz o'xshaydi. T ni o'rnini 2 ni qo'yamizdan v1 ni topamiz. Ya'ni t1imiz 2 sekund. 2 sekund. T ni o'rnini ikkilab qo'ysak v1imiz bo'ladi. 6 ko'paygan 2 plyusdan 12 desak 24 bo'ladi. T2imiz necha sekund bo'lib turibdi? 4 sekund bo'lib turibdi. T2imiz 4 sekund bo'lsa, V2imiz 6 ko'paygan 4 plyusdan 12 bo'ladi. 24 12 ni qo'shsak 36 ga teng. Mana endi o'rtacha tezlik topadigan bo'lsak, V o'rtacha V1 plyusdan V2 taqsim 2 bo'ladi. 24 ga 36 ni qo'shsak 60, 60 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 30 metr taqsim sekund bo'ladi. Doğru cevabımız A cevap. 30-misol. Bola chanada uzunluk 50 metr bo'lgan tepalikdan 10 sekundda sirpanib tushdi. So'ngra gorizontal yo'nalishda qandaydir masofani tekis sekinlashib o'tib to'xtadi. Uning tepalik etagidagi tezligi va butun yo'ldagi o'rtacha tezligini toping. Mana bu qiyoqlik. Mana bu yerda jism o'tdi. Pastga harakat qilgan, qandaydir s masofani bosib o'tgan, keyin qiyoqlik asosini tushgan va mana bu nuqtada to'xtagan. Bu oralikda qandaydir s1 masofani bosib o'tgan. 50 metr bo'lgan tepalikdan 10 sekundda sirpanib tushdi dedi. Mana bu s'imiz 50 metr. S 50 metr. Shu 50 metr masofani 10 sekundda bosib o'tdi. 10 sekundda bosib o'tdi. Uning tepalik etagidagi tezlikni toping. Mana bu nuqtaga kelgandagi v tezlikni topadigan bo'lsak, s teng v ko'paygan t taqsim 2 ifodadan v ni topamiz. V ni topadigan bo'lsak, 2s taqsim t bo'ladi. 2 ko'paygan 50 taqsim 10 desam, bu ham 10 chiqadi. 10 metr taqsim sekund tezlikka erishadi ekan. Endi bizdan so'rab turibdi, butun yo'ldagi o'rtacha tezlikni toping dedi. Butun yo'ldagi o'rtacha tezlikni hisoblab bilaman, chunki mana bu oralikda, ya'ni gorizontal holatda mana bu s1 masofani bosib o'tdi. Bu s1 masofani qiymati noma'lum, bu masofani qanday tezlanishda bosib o'tgani noma'lum yoki qancha vaqtda bosib o'tgani noma'lum. Shuning uchun bu oralikdagi o'rtacha tezlikni topib bilaman. Qiyoqlik etagidagi tezlik 10 dan o'rtacha tezlikni aniqlab bo'lmaydi. 30-misolda to'g'ri javobimiz A javob. 31-misol. Quyidagi tenglamalarning qaysilari tekis harakatga taalluqli? Tekis harakatga taalluqli. S teng 2t. S teng 2t. Tekis harakatga taalluqli. A kvadrat tekis harakatga taalluqli emas, 3t plus 2. X teng
3t plus 2t x harakati taalluqli. Ya'ni 1 3 xo'p, keyin v teng 5 deganimiz. V teng 5 deganimiz. Ya'ni 5-chi. Shunda 1 3 5 bo'ladi. 31da doğru cevabımız C cevabı. Keyingi misolimiz 32-chi. Ushbu bog'lanishlarning qaysilari tekis o'zgaruvchan harakatni tasvirlaydi? Tekis o'zgaruvchan harakatni tasvirlaydi. V teng 4 plus 3t. 4 plus 3t. Ya'ni birinchi. S teng 3 plus 2t tasvirlamaydi. S teng 3t minusdan t kvadrat tasvirlaydi. Ya'ni 3-chi. Keyin v teng 3t kvadrat tasvirlamaydi. S teng minus 3t ham tasvirlamaydi. 1 bilan 3 tasvirlaydi ekan. 32 da javob. Keyingi misolimiz 33. Moddiy nuqtaning ko'chish tenglamasi S teng 10 kvadrat ko'rinishga ega. Uning tezlanishini toping. S teng 10t kvadrat ko'rinishga ega. Buni demak tezlanishini topadigan bo'lsak, t kvadratni oldinda turgan sonni 2 ga ko'paytiramiz. 20 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. 33da D javob. 34-misol. Avtomobil harakati S teng 0,2 kvadrat tenglama bilan ifodalansa tezlanishini toping. S teng 0,2t kvadrat bilan ifodalansa tezlanishni topadigan bo'lsak, t kvadratni oldinda turgan sonni 2 ga ko'paytiramiz. 0,4 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Demek doğru cevabımız C cevabı. 35. Hareketlenayotgan cisim tezligining vaqtga bog'lanishi 2 plus 3 ko'rinishga ega. 35da. V teng 2 plusdan 3 ko'rinishga ega. Bunga to'g'ri keluvchi ko'chish tenglamasi qanday bo'ladi? Ya'ni ko'chish s'ni t-ga bog'liqlik tenglamasini yozishimiz kerak. Endi bu yerdan boshlang'ich tezlikni topsak 2 metr taqsim sekund bo'ladi. Tezlanishni yozadigan bo'lsak 3 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. S'ni yozadigan bo'lsak v0t plusdan a kvadrat taqsim 2, v0 o'rnina 2, a o'rnina 3 ni qo'ysak, shunda 2t plusdan 1,5t kvadrat bo'ladi ekan. 2t plus 1,5t kvadrat bo'lsa 35da D javob bo'ladi. Keyingi misolimiz 36-chi. Tezlikning vaqtga bog'lanish tenglamasi 3 plus 2t. Bunga to'g'ri keluvchi ko'chish tenglamasi qanday bo'ladi? V teng 3 plusdan 2t bo'lsa, bu yerda boshlang'ich tezlikim 3 ga, tezlanishim 2 ga. S'ni yozadigan bo'lsak, v0t plusdan a kvadrat taqsim 2 bo'ladi. V0 ni qiymati demak 3t plusdan t kvadrat. 3t plus t kvadrat ko'rinishidagi tenglama Y javobda berilgan. Xo'p, keyingi 37-misolga o'tamiz. Misol. X oqi bo'ylab harakatlanayotgan cisim tezligining vaqtga bog'lanishi 6 minus 4 tenglama ko'rinishda berilgan. V teng 6 minusdan 4 ko'rinishda berilgan. S'ni tenglamasini yozishimiz kerak. Bu yerda boshlang'ich tezligimiz 6 ga teng, tezlanishimiz minus 4 ga teng. Minus 4 ga teng. S'ni yozadigan bo'lsak, v0t minusdan a kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Demak, v0 o'rnina 6 ni qo'yamiz, 6t. A'ni 2 ga bo'lsak, minusdan 2t kvadrat bo'ladi. 6t minusdan 2t kvadrat bo'lsa, A javob bo'ladi. Keyingi misolimiz 38-chi. X oq bo'ylab harakatlanayotgan cisim tezligining vaqtga bog'lanishi v teng 4 minus t ko'rinishga ega. Harakat boshlangandan 4 sekund o'tgach, cisimning ko'chish moduli qanday bo'ladi? V teng 4 minusdan t qonun bo'yicha berilgan.
t teng 4 sekunddan keyingi yo'lini toping deb turibdi. 4 sekundda mana bu jism to'xtaydi. Shuning uchun s topadigan bo'lsak, v0t taqsim 2 ifodadan foydalanamiz. Ya'ni 4 ko'paygan 4 taqsim 2 desak, bu ham bo'ladi, demak 8 metr. 8 metr masofani bosib o'tadi. 38 da C javob. Keyingi misolimiz 39. Jismning harakat tenglamasi s teng 30t minus 0,2t kvadrat ko'rinishda ega. S teng 30t minusdan 0,2t kvadrat ko'rinishga ega. Bundan boshlang'ich tezlikni topadigan bo'lsam 30 bo'ladi. Tezlanish topadigan bo'lsam minusdan 0,4t bo'ladi. 0,4 ni o'zi bo'ladi. Necha sekunddan keyin to'xtaydi dedi. Tekis cheklanuvchi harakatda oniy tezlik tenglamasini tuzsam 30 minusdan 0,4t bo'ladi. Mana shu tenglamani nollardan anglab t ni topaman. 30 minusdan 0,4t teng 0. Bu yerdan t ni topadigan bo'lsak 75 sekund bo'ladi. Doğru cevabımız Y cevap. 40. misol. Poyezd stansiyadan 0,5 tezlanish bilan harakat qiladi. Stansiyadan necha metr uzoqlashganda uni tezligi 36 ga yetadi. Boshlang'ich tezligimiz 0 dan 40. misolda s teng v0 kvadrat taqsim 2a ifodadan topamiz. V kvadrat, bu 0 emas, v kvadrat. Shunda oxirgi tezligimiz 36 km taqsim soat bo'lsa, bu 10 metr taqsim sekund bo'ladi. 10 ni kvadrati 100 taqsim 2 ko'paygan a ni qiymati 0,5. 0,5. Bunda bu ham 100 metr chiqadi. 40. misolda doğru javobimiz B javob. Xo'p, keyingi misolimiz 41. Tepalikning eng pastki qismida chana tezligi 36 km taqsim soatga yetdi. 1 metr taqsim sekund tezlanish bilan sirpanib tushgan bo'lsa, qanday yo'l bosib o'tadi? Boshlang'ich tezligimiz 0 dan. 41. misol. S teng v kvadrat taqsim 2 ifodadan foydalanib topamiz. V ni qiymati 36 km taqsim soat, buni metr taqsim sekund o'tsak 10 bo'ladi. 10 ni kvadrati 100 taqsim 2 ko'paygan a ni qiymati 1 alang. A ni qiymati 1 bo'ladigan bo'lsa, 100 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 50 metr bo'ladi. 41. misolda doğru javobimiz S javob. 42. misol. Boshlang'ich tezligi 10 metr taqsim sekund. Boshlang'ich tezligimiz 10 metr taqsim sekund. Tezlanishimiz 1 metr taqsim sekund kvadrat. Tezlanishning qiymati 1 metr taqsim sekund kvadrat. Tezlikni 2 marta orttirish vaqtida qanday masofani bosib o'tadi? Oxirgi tezlik ham boshlang'ich tezlikdan 2 marta katta. Shunda 20 metr taqsim sekund bo'ladi. S ni hisoblashimiz kerak. S teng v kvadrat minusdan v0 kvadrat taqsim 2a bo'ladi. Shunda buni hisoblasam, v kvadratim 400 minusdan 100 taqsim 2 ko'paygan 1 desam, 300 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 150 metr bo'ladi. 42. misolda doğru javobimiz D javob. Xo'p, 43. misol. 2 km yo'lda avtomobilning tezligi 36 km taqsim soatdan 72 km taqsim soatgacha tekis oshgan bo'lsa, tezlanish qanday? Yuqoridagi formuladan tezlanishni topamiz 43. misolda. Ya'ni a ni yozadigan bo'lsak, v kvadrat minusdan v0 kvadrat taqsim 2s bo'ladi. Bu yerda v ni qiymati 72 km taqsim soat, buni metr taqsim sekund o'tsak 20, buni ham kvadrati 400 bo'ladi minusdan. V0'imiz 36 km taqsim soat, buni metr taqsim sekund o'tsak 10 bo'ladi, buni kvadrati 100. Bo'lingan 2 ko'paygan s ni qiymati 2 km. Ya'ni 2000 bo'ladi. Shunda bu ham bo'ladi 300 taqsim 4000 desak, mana bu 2 0 qisqaradi. 3 taqsim 40 bo'lsa 0,075